Mana hozir qarab turdim. Ayrim yoshi ulug'lar bor, boshqalar bor. Mana hozir gimn bo'ldi-da. Shunda qarab turdim-da, odamlar qanday gimnga munosabati maktab direktorini, maktab direktorining qanaqa munosabati bo'lsa davlat madhiyasiga, o'quvchilar ham shunaqa bo'ladi-da. Bir xillar gimn chalayapti, uxlayapti, tika turib uxlayapti. Bir xillar bezirayib turibdi. Ana shunaqa odamlar ham ko'rdim. Men uyaltirmoqchi emasman ularni. Madhiya aytilayotgan payti madhiyaga jo'r bo'lib aytish kerak o'zi. O'qituvchi agar bu narsani maktab direktori madhiyamizni sharaflamas ekan, unda kim sharaflaydi degan masala ham turibdi. Shunaqa odamlar, fidoyi bo'lmagan odamlar maktabda direktorlik qila oladimi degan savol ham bugun ko'ndalang turibdi. Bu ham katta narsa bu. Yaxshi maktab bo'lishi yaxshi o'qituvchi emas, yaxshi direktor kerak birinchi. Tashkilotchi direktor kerak, fidoyi direktor kerak, harakatchan direktor kerak. O'sha har bir kamchilikda mening kamchiligim deyish kerak. O'zi o'rnak bo'lish kerak. O'zi fidoyilik ko'rsatish kerak. O'zi oldinda yurish kerak. Boshqalar qarab, bu katta karvon hisoblanadi direktor. Katta karvon qanday yo'nalishda boshlab ketayotgan bo'lsa, boshqalar uni ortidan ergashlar. O boshliq hech balo qilmaydigan bo'lsa, biz bo'lib tursa, qolganlar nima qiladi? Ming qo'shchiga deydi, bir boshchi deydimi? Shunaqa maqol bor. Bu maqollar bizga emas, maktabdagi jamoaga boshchi maktab direktori. Shuning uchun maktab direktoriga viloyatimizning xalq ta'limining taqdiri maktab direktorining qo'lida. Maktab direktori qanday talabchan bo'lsa, maktabida albatta tartib bo'ladi. Talabchan deganda baqir-chaqir tushunmash kerak. Baqir-chaqir hammaning qo'lidan keladi. Maktabning direktori o'rnak bo'lish kerak o'zi. O'zi o'rnak bo'lish kerak. Bir ishni maylisda aytgandan keyin o'zi shunga rioya qilish kerak. Maylisda gapirib o'zi shunga itoat qilmasa, o'qituvchilar ham aytadi, bu kim o'zi deydi, hozir quloqni tepib o'tirib deydi, ketgandan keyin hamma ketadi, lekin uni aytgan gapi shu xonaning o'zida qolib ketadi. Shuning uchun maktab direktorlari ham bugun hammasi xulosa qilib olish kerak.